Assalomu alaykum, hörmətli televizor ko'rguvchilar. Dunyo Uyg'ur qurultiyi tor televiziyasining kunlik xabarlar programmasiga xush keldinglar. Men İftixar Abdurashid. Hörmətli ko'rurmanlar. Tövəndə diqqətinizlər kunlik xabarlar proqramımızın təfsilatı bolsun. Yaponiyada bəzi uçuruşlarda buluş üçün 4 dekabr Tokyoga yetib kelgan Dünya Uyg'ur qurultiyining raisi Dolqin Aysa apandim 5 dekabr tushdan burun Yaponiya Uyg'ur jamiyatining mas'ullarining hamrohligida oldi bilan Yaponiya iqtisodiy bexatarlikni qo'g'dash ministri Takaichi xonim bilan ko'rishib, Uyg'ur majburiy emgak chetishlik mahsulotlarining dunyoga, jumladan Yaponiyaga tarqalish ahvoli, Amerika boshchiligidagi g'arb demokratik ellarning majburiy emgak chetishlik mahsulotlarining import qilinishini cheklash uchun yo'lga qo'yayotgan qonun va ba'zi cheklash tadbirlari qatorliq mazmunlarda suhbat ilib bordi. Dolqin Aysa apandim ko'rishdi qilgan so'zida hozirgacha ko'plagan Yaponiya shirkatlarining Uyg'ur majburiy emgak chetishlik Xitoy shirkatlari bilan bo'lgan savdo munosabatlarini o'zligidan uzishga boshlaganligidan alohida so'yinganligini ifoda qilish bilan birga, dunyoda Xitoyning ikkinchi cho'ng sheriki hisoblangan Yaponiyaning Uyg'ur majburiy emgak chetishlik mahsulotlarining Yaponiyaga import qilinishini cheklash uchun Yaponiya hukumatining maxsus qonun chiqarib jiddiy cheklash tadbirlarini yo'lga qo'yishni umid qilganligini ifoda qildi. Dunyo Uyg'ur qurultiyining raisi Dolqin Aysa, qurultay ijroiya komitetining raisi Ömer Qanat, qurultay bayonotchisi Dilshod Reshid, qurultayning Gollandiya vakili Jasur Lager shohidimiz Qalbinur Sidiqlardan tarkib topgan qurultay hay'ati Yaponiya Uyg'ur jamiyatining o'rinlashtirishida bu yil 25 sentyabrdan 5 oktyabrgacha Yaponiyada xizmat ziyoratida bo'lgan. Ziyorat jarayonida Dolqin Aysa boshchiligidagi qurultay hay'ati Yaponiyada hokimiyat beshida turayotgan Erkin Demokrat partiyasidagi 3-nomerlik shaxs Hagewuda Koichi apandim va uning hamrohlari bilan maxsus ko'rish ilib berib, Yaponiya hukumat mas'ullari bilan ko'rish talabini bildirgan edi. Yaqinda Yaponiya bosh vazirligidan bu vaqtda ijobiy javob kelgani uchun Dolqin Aysa apandim yana qayta Yaponiyaga yetib kelgan edi. Dolqin Aysa apandim 5 dekabr kuni yana Yaponiya davlat bexatarlik ministri va boshqa ba'zi yuqori darajali hukumat amaldorlari bilan ishga uchirish ilib berib, ularga Uyg'ur xalqining Yaponiya hukumatidan kutadigan ba'zi konkret talablarni o'ttirg'a qo'ydi. Va bu qatorda Yaponiyaning sobiq bosh vaziri, Uyg'urlarning samimiy do'sti Shinzo Abe apandimning inisi bilan ko'rishib, uningdan Sharq Turkiston xalqi nomidan samimiy hol so'radi. Dolqin Aysa apandim Yaponiya bosh vazirligida muhim uchrashuvda bo'layotgan paytda Yaponiya Kengash palatasi Xitoyning Sharq Turkiston va Tibetda yurgizayotgan qilmishlarining og'ir darajadagi kishilik huquq tajovuzchilik qilmishi ekanligi haqida mutlaq ko'p ovoz bilan maxsus qaror qabul qildi. Bu yil 2-oyda Yaponiya Avam palatasi o'xshash mazmunda qaror qabul qilgan edi. Bu Yaponiya tarixida Avam palatasi va Kengash palatasi tomonidan Uyg'ur masalasi haqida qabul qilingan tunji qarorlar bo'lib hisoblanadi. Yaponiya Kengash palatasining 5 dekabr olgan yuqorgi qarori munosabati bilan shu kuni tushdan keyin Yaponiya Uyg'ur jamiyati Tokyoda maxsus muxbirlarni kutib olish yig'ini o'tkazdi. Yig'inga Yaponiyaning asosli matbuotlarini o'z ichiga olgan 20 dan ortiq axborot organining muxbirlari qatnashdi. Axborot e'lon qilish yig'inida so'z qilgan va muxbirlarning savollariga javob bergan Dolqin Aysa apandim Yaponiya Kengash palatasining olgan qarorini qarshi oldiganligini ifoda qilish bilan birga, Uyg'ur masalasining kishilik huquq masalasini halqib rasmiy bir irqiy qirg'inchilik masalasiga aylanganligini, Yaponiya davlat majlisining Uyg'ur irqiy qirg'inchiligini qabul qilib, qaror qabul qilishni orzu qildiganligini ifoda qildi. Kengash palatasi tarafından qabul qilinganligini o'zi taqdir shaya qarshi olamiz. Yaxshi bir avval buning uchun Yaponiya parlamentining bu qadami uchun rahmat aytaman. まずですね、皆さんご存知かと思いますが、本日、午前中に参議院で、ウイグルの人権状況に関する決議が採択されたという、ニュースを。Uygurlar düştüvatlar vaziyet bir insan hakları meselesinden allakaçan halk tutken bir erkek kırgınçılık yürgüzüvatkan bir mesele. İnsan hakları meselesi diğer vaktin ait yengil boktaydı çünkü dünya insan hakları meselesi dünyanın her konuda bir devleti var. Amerika'dan var, Avrupa'dan var, Japonya'dan var ama derisi okşamaydı. Şununla bugün Uygurlar düştüvatkan mesele bir erkek kırgınçılık meselesi. Bugün asas cihetten bir yakta oturup koymak olan mesele muşu erkek kırgınçılıkның bir bilen münasebetlik boğan, bunun bir partisi boğan Xitay hükümetinin Xi Jinping'in zero covid siyasetinin tesiri bilen bugün Uygurların ölümge zorlangan vaziyeti. 本日この記者会 Şu 11. ayının 24. günü bir hafta ilgili bizden vatanda Şarkı Türkistan'da öldürülgen günahsız insanların hayatı kutuzluk kılış imkaniyeti boğan avalının üzerinde mecbur ölümge mahkum kılınan insanların bir kısmı.
今この会場に掲げている Bu kadımki Ürümçide boğan bu işini bir kadımlık normal bir ot kitiş afetide şekilde çöndürüştürüş oldu. Ameliyatta bu undaq yengil bir mesele emas. Bu muşu mem yuqorida o'tgandagidek Xitoyning Uyg'urlarga aytib berayotgan irqiy qirg'inchiligining bir parchasi deb tushunish kerak buni. Şu günü keşti yana Dolqun İsa Efendim ve Yaponiya Uyghur Cemiyeti'nin mesulleri Tokyo'da Uyghur, Tibet, Janubi Mongol Xalqlari Dostluq Gruppasi tarafidan birlikte ötküzülgen Xitoydagi insan haqlari depsani qilingan Millatlar Hamkorlik Gruppasining qurilish murosimiga qatnashdi. Murosimga parlament a'zolari, hukumat xodimlari, jurnalistlar, Tibet ve Mongol tashkilotlarining mas'ullaridan bo'lib ko'p sonli kishi qatnashdi. Yig'inda so'z qilgan Dolqun İsa Efendim Xitoydagi insan haqlari depsani qilingan Millatlar Hamkorlik Gruppasi degan bu ismni muvofiq ko'rmaydiganligini, shunga yangi qurilgan bu hamkorlik gruppasining nomini Xitoyning mustamlikasi ostidagi millatlarning do'stlik gruppasi deb o'zgartirish lozimligini ta'kidladi. Bugün hem de bir yerde Tibet, Uygur ve iki Mongol 3 dostluk grubunun birleşmesinden kurulan Xitoydagi insan hakları depsani qilingan millatlarning gruppasining qurilish murosimiga qatnashyapman. Aslida Lobsang Sangay dostum deganligidek bu üçünü toprak Xitoy tarafından mustamlik qilingan, besilingan bir toprak. Şunun ismini mustamliki ostidagi millatlarning do'stlik guruhi deydigan bir ismga o'zgartsak texim yaxshi bo'ladi deydigan taklifni beraman. 今日はまた2ヶ月後に、また改めて Dolqun İsa Efendim Yaponiyadagi 2 kunlik qisqa ziyoratini oxirlashtirgandan keyin 6 dekabr Washingtonga yurib ketdi. Dolqun İsa Efendimning bu qatimqi Yaponiya ziyoratida Yaponiya Uyg'ur jamiyatining raisi Dr. Abdukarim Abdurahmon, muavin raislardan Xolmat Rozaxun, Ahmad Letib, jamiyatning programma direktori Saud Mehmet qatorliqlar boshdan oxiri hamroh bo'ldi va Dolqun İsa Efendimning tarjimonligini o'z ustiga oldi. Dünya Uyghur Qurultayı Merkezi organının stansiyamızga bildirishicha 9 dekabr Uyghur irqiy qirg'inchilik kuni munosabati bilan butun dunyo miqyosida bir tutash holda ilib berilgan faoliyatlar Dünya Uyghur Qurultayı, Uyghur kishilik huquq qurilishi va Amerika Uyghur birlashmasi tarafidan 8 dekabr Washington axborot klubida o'tkazilgan axborot e'lon qilish yig'ini bilan rasmiy boshlanadi. 9 dekabr Uyghur irqiy qirg'inchilik kuni munosabati bilan Qozog'iston, Qirg'iziston, Kanada, Amerika, Avstraliya, Yaponiya, Turkiya, Germaniya, Angliya, Gollandiya, Norvegiya, Shvetsiya, Belgiya, Shvetsariya, Fransiya qatorliq davlatlardagi 20 dan ortiq shaharda maxsus xotirlash faoliyatlari va norozilik namoyishlari o'tkaziladi. Uyg'ur irqiy qirg'inchilikka qarshi turish umumiy shuar qilingan bu qatimqi faoliyatlarda 24 noyabr Urumchi fojiasi asosli tashviqot mazmunlarining biri qilinadi. Undan boshqa yana xalqaro kishilik huquq tashkilotlari bilan Uyg'ur tashkilotlari 9 dekabr Uyg'ur irqiy qirg'inchilik kuni munosabati bilan birlashma bayonot e'lon qiladi. Shundaqla xalqaro parlamentarlar birligi IPAK va har qaysi davlatlarning parlamentlarida qurilgan Uyg'ur do'stlik guruhlarining 9 dekabr Uyg'ur irqiy qirg'inchilik kuni munosabati bilan maxsus axborot va bayonotlar e'lon qilish qo'lga keltirildi. 9 dekabr Uyg'ur irqiy qirg'inchilik kuni munosabati bilan inglizcha, nemischa, arabcha, turkcha, Uyg'urcha va xitoycha tillarda ayrim holda tor muhokama yig'inlari o'tkaziladi. Inglizcha va uyg'urcha tillarda maxsus tashviqot filmlari ishlab tarqatiladi. Dunyo Uyg'ur Qurultayı bu vaqtdagi safarbarlik va tashviqot harakatini boshlatgandan buyon har qaysi ellardagi siyosiy faoliyatchilarimiz va avom xalqimiz bas-basda videoli qisqa bayonotlarni e'lon qilib, o'zlarining qo'llashini ifoda qilib kelmoqda. Assalamu alaykum aziz vatandaşlar. Dünya Uyghur Qurultayı'nın arzi bilen 2020 yılı London'da kurulgan Uyghur Sot Kollegiyasi 2021 yılı 9 dekabr günü Xitay hükümeti Uyg'urlarga qarta irqiy qirg'inchilik, insoniyatga qarshi jinoyat yurgizyapti degan hukmni chiqargan edi. Dünya Uyghur Qurultayı Uyghur Sot Kollegiyasi hukm chiqargan 9 dekabr kunini Uyg'ur irqiy qirg'inchilik kuni deb xotirlashni jakarlagan edi. Bu nəhayət əhəmiyyətli, tarix əhəmiyyətli ega bir gün. Bu günni ballarımızgacha unutmasligimiz kerak. Bu günni unutmaylı, unutuldurmaymiz. Aldığımızki 9 dekabr günü hammamiz özümüz turayotgan yerlerdeki Xitoy konsulxonasi oldida odamlar jiq to'plashgan yerlarda o'z harakatimiz bilan, faoliyatimiz bilan bu kunni xotirlashimiz kerak. Bu kunni avloddan avlodgacha unutmasligimiz uchun harakatimizni boshlaylik. Assalamu alaikum aziz vatandaşlar. Ben bu 9 dekabr günü irqiy qirg'inchilik kuni deb
jakarlangandan keyin 9 dekabrda matem tutaman. Dualar kılıman vatanımның azadlığı üçün. Xi Jinping başlayan jallat Xitay tüzümünü Komünistler Partiyasının yo'qolish üçün Allah'dan nala qilib so'rayman. Analizchilar tarafidan Xitoyning Uyg'urlarga yurgizayotgan irqiy qirg'inchiligi va insoniyat qarshi jinoyatining muhim bir partiyasi deb qaralgan 24 noyabr Urumchi o't fojiasidan keyin har qaysi ellarda faoliyat olib berayotgan Uyg'ur tashkilotlari butun dunyo miqyosida Xitoyga qarshi keng ko'lamli norozilik harakati boshlatgan edi. Bu xil norozilik harakatlari har kuni degidek izchil davom qilib kelmoqda. Har qaysi ellarda yashayotgan fidokor qarindoshlarimiz qattiq sovuqqa pisand qilmasdan maydonlarga to'kilib, yuqumni nolga tushirish degan safsati bilan Sharq Turkiston xalqini qasdan o'limga tutib berayotgan mustabid Xitoy hokimiyatiga bo'lgan g'azab nafratini ifoda qilish bilan birga 24 noyabr Urumchi o't fojiasida hayotidan ayrilgan qarindoshlarimizga bo'lgan cho'nqur ta'ziyasini bildirib kelmoqda. Urumchi fojiasidan buyon Kanadaning Toronto, Vancouver, Edmonton, Ottawa shaharlarida maxsus namoyishlar uyushtirgan Kanada Sharq Turkiston jamiyati 4 dekabr kuni yana Toronto shaharlik hukumatning oldida norozilik namoyishi o'tkazib, xalqaro jamoatchilikni, jumladan Kanada hukumatini Xitoyning bu xil jinoiy qilmishlariga qarata jiddiy va unumli inkos qaytarishga chaqirdi. 24 noyabr Urumchi o't fojiasi munosabati bilan Washington, Los Angeles shaharlarida namoyish ilib borgan Amerika Uyg'ur birlashmasi 4 dekabr yana Washingtonda keng ko'lamli birlashma namoyishi o'tkazdi. Undan boshqa yana shu kuni Amerika Uyg'ur birlashmasi, Erkin Uyg'ur o'quvchilar birlashmasi, Tibet, Hong Kong va Mongol tashkilotlari birlikda New York shahrida birlashma namoyish o'tkazib, BDTdan Xitoyning jinoiy qilmishlarini surishtirishini, Xitoyning yuqumni nolga tushirish degan bahonada Uyg'urlarga yurgizayotgan g'ayriy insoniy qamal tadbirlarini darhol to'sib qilishni talab qilishdi. Urumchi fojiasi yuz bergandan buyon Turkiyadagi o't yurak fidokor qarindoshlarimiz Xalqaro Sharq Turkiston tashkilotlari birligi, Sharq Turkiston tashkilotlari federatsiyasi va bir qism yosh faoliyatchilarimizning tashkillashi bilan har kuni degidek Istanbuldagi Xitoy konsulxonasining oldiga to'planib, o'zlarining mustabid Xitoy hokimiyatiga bo'lgan g'azab nafratini ifoda qilib kelmoqda. 4 dekabr kuni Turkiyada faoliyat olib berayotgan Sharq Turkiston tashkilotlari va Turkiyadagi ommaviy tashkilotlardan bo'lib 64 tashkilotning birlikda uyushtirish bilan Xitoyning Istanbuldagi konsulxonasi oldida keng ko'lamli axborot e'lon qilish yig'ini va namoyish o'tkazildi. Namoyishga Turkiyadagi ko'plagan siyosiy partiyalarning vakillari ishtirok qilib, o'zlarining qo'llashini ifoda qilishdi. Shu kuni Bomdodda Sharq Turkiston yangi nasil harakati tashkilotining uyushtirish bilan Sharq Turkistonlik qarindoshlarimiz Istanbul Fatih Jamisida to'planib, Bomdod namozini birga o'qidi va aziz shahidlarimizning ro'yi uchun Fatiha o'qishdi. Shu kuni yana Turkiyadagi bir qism yosh faoliyatchilarimizning tashkillanishi bilan Xitoyning Istanbuldagi konsulxonasi oldidagi namoyishi chet el matbuotlarining diqqatini qo'zg'adi. Mazkur namoyish haqidagi xabar Amerika Ovoz radiosi tarafidan muhim xabar sifatida tarqatildi. 3 dekabr shanba kuni Yevropa Uyg'ur institutining uyushtirishida Paris shahrida o'tkazilgan zo'r ko'lamli yurish va namoyish Fransiya va G'arb matbuotlarining kuchli diqqatini qo'zg'adi. Shu joy vaqti soat 14 bilan Paris shahrining markaziga joylashgan Bastil maydonidan boshlangan namoyishga 500 ga yaqin kishi qatnashgan bo'lib, Uyg'urlardan sirt yana fransuzlarmi ko'p sonda ishtirok qilgan. Namoyishga yana Fransiyadagi siyosatchilardan senator David Assolin, senator Andrey Gatolin, Avam palata a'zosi Oliver Faure, Yevropa parlamenti a'zosi Yannick Jadot, Paris shahri muavin boshlig'i Jean-Luc Romero Michel, Yevropa parlamenti a'zosi Rafael Glucksmann qatorliqlar qatnashgan. Namoyish qo'shini Bastil maydonidan yo'lga chiqib 2 kilometrlik musofani besib millat maydonigacha yetib kelish jarayonida Uyg'urlarga erkinlik, irqiy qirg'inchilikni to'xtat degandek shuarlarni to'lab mangan. Est-ce que c'est normal qu'une mère et ses deux gamins de 10 ans meurent brûlés dans un immeuble de Paris? Non! Est-ce que c'est normal qu'ils aient essayé de s'échapper et que les porteurs nationalisés aient mis en feu Paris? Non!
Fransiya axborot agentligi va shuning o'xshash bir qancha dаңlıq axborot vositalari namoyishni naq maydondan anglatgan. Navbatda dunyo miqyosida Xitoy diktator hokimiyatiga qarshi qo'zg'algan oq qog'oz inqilobiga o'xshamaydigan yeri, bu qitimliq namoyishda kishilar qo'llariga Uyg'ur vatani bayrog'ining rangida oq va ko'k rangli qog'ozlarni va Sharq Turkistonning oyul tuzliq ko'k bayroqlarini ko'tarib namoyish qilishgan. Ba'zi namoyishchilar qo'llarida 24-noyabr Urumchi o't vaqasida qazo qilganlarning suratlarini ko'tarib olgan bo'lib, ular muxbirlarning diqqat nuqtasini tartgandan sirt yo'ldan o'tib ketayotgan ommaning diqqatini jalb qilgan. Millat maydoniga yetib kelgandan keyin Yevropa Uyg'ur institutining mudiri Dilnur Rayhon xonim yuqorida tilg'ingan siyosatchilar har qaysi tashkilot va organlarning vakillari ayrim holda so'zga chiqib, Xitoy hukumatining Uyg'urlar ustidan yurgizayotgan irqiy qirg'inchilik siyosati haqida shikoyat qilgan. Hamma birdek Makron hukumatining Xitoy sodir qilayotgan jinoyatlarga teqish sukut qilayotganligini tanqid qilishgan. Shundaqla hukumatning jiddiy shaklda harakat ilib berishini talab qilgan. Yevropa parlamenti a'zosi, Yevropa parlamenti Uyg'ur do'stlik guruhining qo'sh raisi Rafael Glucksmann apandim qilgan so'zida mundaq deb ko'rsatgan: "Biz haqiqatan tarixiy bir mezgildan o'tyapmiz. Biz bu mezgilda cho'qim Uyg'urlarning yanida bo'lishimiz, ular bilan bir saf ekanligimizni bildirishimiz kerak. Biz Fransiyada va Yevropada Uyg'urlarning Xitoyga qaytarilib ketishining oldini olishimiz kerak. Barliq davlat va hukumatlar Xitoyning Uyg'urlarga yurgizayotgan siyosiy va boshqa barliq kishilik huquq dafsanchiliklarga qarshi turishi kerak. Biz texicha Xitoyning Uyg'urlarga yurgizayotgan siyosatini o'zgartira olmadik. Shunglashqa Uyg'urlarni qo'llash va hukumatimizning Xitoyning siyosatlariga qarshi bir harakatga o'tishga chaqirish bekmi muhim. Yevropa o'zining iqtisodiy manfaati uchun Xitoy bilan hamkorlashyapti. Bu Yevropaning qimmat qarshiga mos kelmaydi. Hatto uzun muddatni o'ylaganda Yevropaning manfaatiga ziyonliq. Shunga biz qo'limizdan kelishicha Xitoyning ta'sirining yer shari miqyosida bu qadar zo'rayib ketishining oldini olishimiz kerak. Aziz ko'rmanlar, yuqorida diqqatingizga Dunyo Uyg'ur qurultiyi to'r televiziyasining kundalik xabarlar programmasini sundik. Keyin qitimliq sonimizda ko'rishaylik. Omon bo'lgaysizlar. Stansimizning YouTube kanaliga a'zo bo'lishni unutmang. Xayr xo'sh.